Avvalambor assalomu alaykum aziz onajonlar, opajonlar, xonadonga xush kelibsizlar. Xonadon egaliga to'ylar qutlug' bo'lsin, 2 yoshimiz baxtli saodatli bo'lsin. Yana yillarga mana shu xonadonlarda qatorimizdan kam bo'lmay aqiqa to'ylarga kirish barchamizga nasib aylasin. Mana shu kunga yetishimizga sababchi insonlarimiz, jannatimiz, onajonlarimiz, dunyo turinglar, sog'-omon bo'linglar. Davlatimiz, otajonlarimizdan doimo bor bo'lsin. Mana yaxshi kunlarimizda doimo yonimizda bo'lsin. Endi bu to'yimiz chiroyli o'tishi albatta bitta bizga bog'liq emas, aziz mehmonlarimiz. Eshitadigan qo'shiqlar bo'lganda butun vujuding bilan noz-ne'matlarga berilib, bizga quloqda qolinsin, ey bo'ldi. Raqs va qo'shiqlar bo'lganda sozimizdan, ovozimizdan, qo'limizdan kelgancha xizmatlar endi albatta. Mushtipar onajonlarimiz bizni o'z bag'rlarida 9 oy olib yurib dunyoga keltirganlarida otajonlarimiz aytadigan birinchi so'zlari o'g'ilmi qizmi deb so'rashar ekan. Mushtipar onajonlarimiz aytadigan birinchi so'zlari esa tani joni sog'mi deb so'rashar ekan. Ana undan keyin o'sha doktorlar bizni onajonlarimizni qo'llariga olib borib topshirganlarida o'zlarini oq sutlarini berib dunyodagi eng go'zal qo'shiq alla qo'shig'ini kuylashar ekan. Albatta aziz onajonlarimiz, biz farzandlar, barcha farzandlaringiz alla qo'shiqlarining har bir so'zlari uchun butun borimizni berishga tayyormiz. Biz xoh 30 ga kiraylik, xoh 40 ga kiraylik, xoh 70 ga kiraylik, onajonlarimizni alla qo'shiqlarini eshitganimizda yurak torlarimiz chertilishni boshlaydi. Albatta barcha farzandlaringiz nomidan hozirgi qo'shiqni kuylaymiz. Barcha farzandlar nomidan qabul qilasizlar. Barchalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari